Ahmadaliyev Bahrom Nigmatovga beramiz. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi nomidan sizga va butun konferensiya ishtirokchilariga va shu bugungi kunga kelib mehmon bo'lib turgan hamkasblarimizga chuqur minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Bugun Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti hamda viloyat AIDSga qarshi kurashish markazi bilan hamkorlikda AIDSga qarshi kurashish bo'yicha olingan muvaffaqiyatlar, muammolar va dolzarb vazifalarga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman o'tkazilmoqda. Ushbu anjumanni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz shu viloyatimizda HIV infeksiyasini erta aniqlash, aniqlangan bemorlarni o'z vaqtida antiretrovirusga qarshi dori vositalari bilan qamrab olish hamda aholi orasida profilaktik hamda targ'ibot tushuntirish ishlarini keng targ'ib qilishdan iborat. Bu albatta kelgusida olib borayotgan ishlarimizni chiroyli natijalar berishiga o'z samarasini beradi degan umiddaman.